Assalomu alaykum sport ishqibozlari. Siz bilan yana hafta dayjestda sport olamidagi eng so'nggi, eng muhim va eng qiziqarli voqealar to'plami. O'tgan hafta o'zbek futboli uchun ancha yangiliklarga boy o'tdi. Hozir shular haqida batafsil to'xtalamiz. Studiyada Jamshidbek, demak boshladik. O'zbekiston U17 terma jamoasi 20-aprel kuni Toyib shahrida o'zbek futbol tarixidagi eng shov-shuvli g'alabani qo'lga kiritdi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Osiyo Kubogining finalida salkam 60 daqiqa 2 kishi kam harakat qilib Saudiya Arabistonni 2-0 hisobida mag'lub etib, Osiyo chempioniga aylandi. Maydonda 9 kishi bo'lishiga qaramay yigitlarimiz tarix yozdi. O'yin juda qizg'in tarzda boshlandi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi raqibdan har tomonlama ustun ekanligini isbotladi. Ammo 40-daqiqada Islombek Ismoilov boshchiligidagi jamoa maydonda bir kishi kam bo'lib qoldi. Nurbek Sarsenbayev raqibga qo'pol harakat qilgani uchun maydonni erta tark etishga majbur bo'ldi. Ammo bu hali hammasi emasdi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, o'zbekistonliklar maydonda 9 kishi bo'lib qoldi. Birinchi taymga qo'shib berilgan daqiqalarda Mirazizbek Abdukarimov ham maydondan chetlatildi. U birga bir chiqib ketayotgan saudiyalik futbolchini to'xtatib qolgani uchun hakam tomonidan chetlatildi. Endi O'zbekiston terma jamoasi maydonda 9 kishi bo'lib harakat qilishi kerak edi. Ular maydonda 2 kishi kam bo'lsa-da, bardonavor harakat qilib, raqibni 2 marta jazoladi. Dastlab 51-daqiqada Muhammad Hakimov penaltidan jamoasini hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa, daqiqada Sadriddin Hasanov ajoyib harakat bilan ikkinchi golni urdi. Uchrashuvning qolgan daqiqalari ham keskin kurashlar ostida o'tdi, biroq boshqa darvozalar ishg'ol qilinmadi. Ammo shuni ham ta'kidlash kerakki, O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi darvozaboni Ne'matulloh Rustamjonov bir necha vaziyatda jamoasini yaqqol goldan saqlab qoldi. Shu tariqa O'zbekiston 2-0 hisobda g'alaba qozonib, o'ziga xos tarix yozdi. Bu nafaqat texnik ustunlik, balki qat'iyat, ruh va ishonchning g'alabasi edi. O'zbekiston bu finalda faqat g'alaba uchun harakat qilmadi, balki ular o'z millatining umidi, g'ururi uchun harakat qilishdi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik, muborak bo'lsin barchangizga. Tabrik. Musobaqa yakunlariga ko'ra o'zbekistonlik futbolchilar bir nechta nominatsiyalar bo'yicha taqdirlanishdi. Xususan, eng yaxshi darvozabon sovrinini Ne'matulloh Rustamjonov qo'lga kiritdi. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Qo'llab-quvvatlaganingizga rahmat kattakon. Bizni uddaladik. Asilbek Aliyev esa eng yaxshi to'prar sovriniga ega chiqdi. O'zbekistonni hech kim yutolmaydi, Osiyoda birdon. O'zbekiston! Eng yaxshi futbolchi nominatsiyasida esa Sadriddin Hasanov g'olib bo'ldi. Biz uddaladik, O'zbekiston bizni qo'llab-quvvatlaganlari uchun rahmat. Hammalaringga. Alhamdulillah. O'zbek futbolidan uzoqlashmaymiz. 2025-yilning kuz faslida Qozog'iston terma jamoasi O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Qozog'iston Futbol Federatsiyasi prezidentining maslahatchisi Nursulton Qurman YouTube'dagi Sport Puls kanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu uchrashuv kuz faslida mamlakatning janubiy shaharlaridan biri Shimkent yoki Turkistonda bo'lib o'tishi mumkin. Hozirda muzokaralar olib borilmoqda. O'zbekistonga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi shu kuzda bo'lib o'tishi mumkin. Biz Shimkent yoki Turkistonni ehtimoliy stadionlar sifatida ko'rib chiqyapmiz. Bu yil yakunlarini sarhisob qilishga o'xshash o'yin bo'ladi deb ta'kidladi Qurman.
Ma'lumot uchun ushbu jamoalar oxirgi marta 2021-yilning noyabr oyida o'zaro bahs olib borgan va unda O'zbekiston 2-0 hisobda g'alaba qozongan. Agar nasib qilsa, bu paytda Temur Kapadze jamoasi jahon chempionati yo'llanmasini hal qiladi va mundial ishtirokchisi bilan o'yin Qozog'iston uchun ancha foydali bahs bo'ladi deb o'ylaymiz. Eldor Shomurodov faoliyatini Kanada klubida davom ettirishi mumkin edi. Kanadaning Toronto klubi Eldor Shomurodovni tarkibga qo'shish variantini ko'rib chiqqan. Ammo muzokaralar dastlabki bosqichdayoq yakunlangan. Bu haqda klub bosh murabbiyi Robin Frazer ma'lum qilgan. O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionati saralashdagi so'nggi 2 bahsining boshlanish vaqtlari aniq bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi iyun oyida jahon chempionati saralash bosqichidagi 9 hamda 10-tur uchrashuvlarni o'tkazadi. Osiyo futbol konfederatsiyasi mazkur o'yinlar uchun bo'lib o'tadigan stadionlar hamda uchrashuv vaqtlarini ma'lum qildi. Unga ko'ra 5-iyun kuniga belgilangan Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 21:00 da Abu Dabidagi Al Nahyan Stadium arenasida bo'lib o'tadi. Ushbu stadion o'z bag'riga 12 ming tomoshabinni sig'dira oladi. 10-iyun kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston-Qatar uchrashuvi Toshkentdagi Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Bahs 18:45 da boshlanadi. Nasib qilsa, o'sha kuni 34 ming muxlis bilan jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritganimizni birgalikda nishonlaymiz. Hozircha bizda shular. Shu bilan haftadagi sport yangiliklariga yakun yasaymiz. Agar ko'rsatuvimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Kelgusi haftada sport olamidagi eng dolzarb voqealar bilan qaytamiz. Salomat bo'ling va sportdan yiroq bo'lmang.